Assalomu alaykum do'stlar. 14-turimizda yana bitta Spark akamizga aka. Mashina qanday? Zo'r aka. Nomingizga o'tdimi? Qayerdansiz aka? Tanishtiring o'zingizni. Biz Andijon shahar Qorasuv tumanidamiz. Andijondan Qorasuvdan. Ish qilib, men o'ylarimda har doim Andijon bor. Olib kelishadi. Andijonliklar keldi dedi-yu. Aka, qanday nechta bilet oldingiz? Bizda 4 ta bilet bor edi aka. 4 ta. O, malades. Bilet arzon bizda. Arzon. Ishondingizmi? Biz nima deydi? Efirda qotib qoldingizmi? Nimadir bo'ldi? Biz endi aka to'g'risi xursandchilikda ko'rsatish qiyin bo'ldi, lekin aka ishonmadingiz. bu narsa qo'lga tushgandan keyin hammasi chotki bo'ldi. Rahmat, joyizamiz. Andijonliklar gaziga Hammasi bosinglar. rost, ishoninglar. Akamiz nima deydi? Kech bo'lishiga qaramasdan oilaviy kelishga 7 tami 8 ta bo'lib, oilalar, qarindoshlar hammasi kirib kelishga, lekin videoga o'zing tush, o'zing yutding deganiga nima deydi? Akamiz o'ziga video qilib beramiz do'stlar. Mashinamizga o'tdi. O'tdi aka. Xudo xolasa butun Andijonga baqirib, Husangalardan biletlarni olib bosinglar, yana yutasizlar degan. Bilet arzonmi ekan? Nima deysiz obunachilarga? Niyat tilak. Obunachilarga o'ynanglar, yutinglar. Haqqoniy kanal, Husayn kanali. Gazini bosaveringlar. Siz necha turdan beri bizdan bilet olib kelasiz? Men 6 turdan beri olaman. O malades. Hammasida bitta ikkita. Nechta olgansiz eng ko'pi? Eng ko'p 5 ta olganman. 5 ta olgansiz. 5 dan 6 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi. 3,5-4 millionlik bilet olgan bo'lsangiz, bitta Spark deb bo'ldingiz aka. So'rasizlarmi? 80 ming, 70 ming ketadi. Joningiz omon bo'lsa, yana o'yinlarda ishtirok qiling aka. Buni to'xtash bo'lmasa, bundan kattaroqlariga nasib aka. O'yin ishonchli ekan? Ishonchli o'yin, o'ynanglar, yutinglar. Ishinglarga rivoj, kanallar bardavom bo'lsin. Rahmat aka. Joningiz omon bo'lsin. Obunachilarga faqat o'ynanglar, yutinglar, gazini bosinglar. Obunachilarimiz bizlarni bilasiz, har doim ehson proyektlar qilamiz. Kam ta'minlangan oilalarga nima deydi? Yolg'iz qolgan ayollarga produkt qilib beramizda. O'yinimizdan keyin nima deydi? Bizga urf odat bo'lib qolgan. Akamiz o'shanga $500 olib kelgan ekan niyatlab. Uni ham oldik, xudo xolasa ehsonga qo'shib jo'nataveramiz. Joningiz omon bo'lsin. Andijonliklar Kanallarga omad, bosinglar obunachilar. Rahmat. Ishonmay turganlar, ishonib o'ynanglar, yutinglar. Mana mashina nomimga o'tdi, men ko'nglim xotirjam bo'ldi. Ungacha ishonmadingiz aka? Rahmat sizlarga. Rostdanmi deb gap yo'q. Gazni bosing. Bilet arzon. O'yin davom etadi. Omad.